Assalomu alaykum kamera Samarqand obunachilari. Barchangizni YouTube kanalimizdan ko'rganimizdan xursandmiz. Obuna bo'lib qo'ying va bugundan boshlab biz YouTubedan ham o'z faoliyatimizni boshladik. Bugungi demak kameralarimiz Wi-Fi hamda kabelli kameralarning afzalliklari, farqlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi kameramiz bu Wi-Fi kameralarimiz hisoblanadi. Wi-Fi kameralarimizning patologik varianti 360 gradus aylanadigan sim kartalik mini kameralarimiz, bundan tashqari ulishli kameralarimiz ham bor. Bu kameralarımızning afzalliklari. Kamerani ustanovka qilish uchun qo'shimcha narsalar olinmaydi. Ya'ni bularning hamma narsasi o'sha poyesi deymizmi, enver deymizmi, hammasi miyasida joylashgan. Kabelli kameralarimizga bo'ladigan bo'lsa, albatta kameralarni xarid qilgandan so'ng albatta qo'shimcha jihozlar, poyxab, vint, albatta mana bunday video registrator hamda ya'ni enverlarimizni xarid qilishimiz kerak. Bu birinchi farq. Ikkinchi farqi, demak bu kameralarimizni onlayn qilish uchun programmadan o'sha Wi-Fi ning nomi hamda paroli kiritiladi va distansion, ya'ni masofadan turib kamera Wi-Fi dan set ushlaydi, onlayn bo'ladi. Buning uchun hech qanaqa kameradan Wi-Fi ga tomon kabel tortish shart emas. Bu kameralarimizda bo'ladigan bo'lsa, albatta buni onlayn qilishimiz uchun kameradan, ya'ni video registratordan Wi-Fi ga tomon kabel tortiladi. Mana shundan so'ng kameralarimiz onlayn bo'ladi. Xotiralarga keladigan bo'lsak, bu kameramiz xotirasini demak fleshkaga zapt qiladi. Mini fleshkalarni buni ichiga qo'yiladi. Mini fleshka qo'yiladi. Pamitega qarab, masalan 32 lik, 64 lik, 256 lik, 512 lik fleshkalarni ko'taradi. Bu esa bir haftadan 2-3 oygacha zapt turadi. Bularni pamiti esa mana bunday vintlarga yoziladi. Shu o'rinda eslatib o'taman, agarda mabodo bu kamerani biron kishi olib ketib qoladigan, ya'ni o'sha kamera qo'yilgan joydan olib ketib qoladigan bo'lsa, maksimal darajada rasmiy o'chirib qoladi, telefoningizda qoladi, bo'lmasa hamma narsa kamera bilan qo'shilib ketib qolish ehtimoli katta. Bu kameramizda bo'ladigan bo'lsa, kamerani kimdir yechib olsa yoki olib ketib qoladigan bo'lgan taqdirda ham, agar enverga zarar yetmasa, ya'ni enver xavfsiz joyda turadigan bo'lsa, zapsni bemalol qaytarib ko'rsa bo'ladi. Bu navbatdagi farq hisoblanadi. Bu kameralarimizda bezzugi yo'q. Hammasi zvukovoy, mikrofonlar bor. Hammasida gapirsa ham, eshitsa ham bo'ladi, telefondan kontrol qilinadi. Monitorga ulanmaydi. Bu kameralarimizda zvukovoy variantlari, ulishli variantlari, bezzvuk variantlari bor. Bu kameramizni bemalol ham telefondan, ham enver orqali monitorga ham ulashimiz mumkin. Shu o'rinda eslatib o'taman, ezvis kameralarning albatta enverlik variantlari ham bor. Bu faqat Wi-Fi lik kameralarga tegishli. Enverlik variantlarida albatta uni ham monitorga ulasa bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, Wi-Fi lik kamera hamda kabelli kamera. Bularni biz ko'proq agar xonadonlarga, podyezdlarga bitta yoki ikkita kamera oladigan bo'lsa, Wi-Fi lik kameralarimizni mijozlarimizga tavsiya qilamiz. Agar tashkilotlarga, maktablarga, kattaroq bo'lgan obyektlarimizga albatta kabelli kameralarimizni tavsiya qilamiz. Birinchi jihatdan xavfsiz, albatta. Keyingisi bu o'sha ichki ishlarga, Milliy gvardiya mana shunday narsalarga ulab bo'ladi. Ya'ni agar siz xavfsiz xonadon qilmoqchi bo'lsangiz, Milliy gvardiya kameralaringizni ulab olish uchun albatta kabelli Hikvision kameralari bo'lish kerak. Wi-Fi lik kameralarimizda esa bunday funksiyalar yo'q bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, bugungi demak mavzumiz Wi-Fi lik hamda kabelli kameralarning bir-biridan farqi hamda afzalliklari bo'ldi. Qo'yadigan joyingiz, obyektingizga qarab albatta buni mutaxassis bilan, ya'ni kamerachilar bilan maslahat qilishingiz kerak va obyektingizga qarab kamera tanlashingiz kerak. Sizlar bilan Kamera Samarqand jamoasi bo'ldi. Albatta bizning YouTube, Instagram hamda Telegram kanallarimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki keyingi videolarda ham biz sizga maksimal darajada foydali ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz.